Ertalabda mana saharlikdan keyin yotib olmasangiz, zikringizni aytib, tashqariga chiqib ozgina yursangiz, masjidga ketayotganingizda qushlarni sayraganlarning ovozini eshitasiz. Juda ham yoqimli holat. Hamma yoq jim, qushlar juda chiroyli sayrayapti. Kimdir qush sayraganini eshitadi, kimdir Allohga tasbih aytilayotganini eshitadi. His qilib ko'rganmisiz shuni? Kishining martabasi yuksalgani sari eshitish ham yuksaladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Makkadagi bitta toshni bilaman, u menga salom berar edi. Men ham unga salom berar edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda xutba qilib turganlarida bir xurmo daraxtiga suyanib xutba qilardilar. Rasulullohga minbar yasab bergandan keyin Rasululloh bu daraxtga suyanmay qo'ydilar. Shunda daraxtni ingrab yig'laganligini aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, inson nafsi, iymoni yuksalgani sari u bilan tabiat o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi.